Hammaga assalomu alaykum. Xo'p, ozgina chala qo'ygan ishim bor edi. O'shani hozir chiroyli qilib tugatib qo'yaman. Shu bahonada ozginagina video ham qilib olaman. Xo'p, bu yerga men 5 ta kamera qo'yganman. Xullas, bittasi mana bu yerda, bittasi bu yerda. 360 graduslik ortimda turgan xonadonga qo'yganmiz. Xo'p, enverlari bilan onlayn kuzatishga hammasini chiroyli qilib berganman. Xullas, hozir mana shunga qo'yib berishim kerak. Shuni qo'ymaganman. Va mana bu shtekerlari bilan buni ichida turadi. Kamerani bunga qo'yamiz. Mana shunda yomg'irda shtekeriga suv kirmaydi, bemalol kamera uzoq yillar davomida xizmat qilib beradi. Hozir yaqinroqdan ko'rsataman. Kimga narxlari qiziq bo'lsa, narxini ham aytib o'taman birdan. Mana hozir bu ishlayapti onlayn. Mana shu shtekerlarni bunga mahkamlaymiz chiroyli qilib. Shu kamera bu Hikvision brenddan 4 megapiksellik gibrid ovoz yozadi. Tunda chirog'i yonadi. Mana shunaqa. Bunisini yaqindan ko'rsataman. Bismillah. Xo'sh, bu kishi ham Hikvision 360 gradus ovoz chiqaradi, o'zi dinamika bor. Tunda chirog'i yonadi. Buni zo'r tomonidan bittasi 4 karatlik optik zoom bor buni. 4 megapiksel bu ham. Polni aylanadi. Hozir bularni tasvirini olib, videoga ham olib ko'rsataman sizlar uchun. Joydan oldim kamerani. Xo'p, mana germetичный korobkamiz. O'zining заводской joyi bor, teshik qilish uchun. Mana shu yerdan teshik qildim. Ana endi o'zim buni salvaga yo'qotishga urinaman. Kamerani keyin kirishga yo'qotiramiz. Заводской аккуратный qilib. Bu kameramiz. Linzalari ham kirib bo'lgan. O'sha necha marta yomg'irni ko'rdi bu. Birdan artib tozalab qo'yaman ekranchasi, linzasini. Xo'sh, mana shu. Xo'sh, mana qonuniyatiga ko'ra qaytadan avjimlandi. Moshni qilib, perchatka ham tushib ketgan. Yo'q, shunday. Chotki. Xo'sh, mana qonuniyatiga ko'ra ikkita samarezlar germetik qilindi. Bizda hammasi qonuniyat bilan. Xo'p, mana chiroyli qilib korobkani ham qo'yib oldim. Hammasi qonuniyatiga ko'ra bo'ldi. Pastdagi rezinalari, germetiklar. Endi bu boshqacha vid bo'ldi. Endi tomdan mana bu kabelni ozgina tortib qo'yaman. Cherdakdan bo'ldi, shu bilan ishimiz bitdi, xullas. Xo'p, mana Haykinnektga kirib oldik. Bu yerda mana ikkita ko'chani ko'rsatishga ruxsat oldim. Xo'p, endi mana qaraymiz. Mana bu oddiysi. Mana onlayn rejimda. Mana chotki ko'rinyapti. Endi bunisi hozir buni primoy tasvirini ham olib video davomida qo'yib boraman. Xo'p, mana bu aylanadigan. Ko'k jiguli o'tib ketdi. Xo'p, endi o'zi buni mana uzoqdagi mashinani
nomerini ko'rishga hozir harakat qilamiz. Voy ana 30S 054 NB. Unisi ham bor kerak bo'lsa. Qo'yil. Bu eslatib o'taman, 4 karatlik optik zoom bilan jihozlangan bu kameramiz. Xo'p, mana ketdik yana. Mana o'zim. Hoppale. Xo'sh, mana bu yoqda ham bitta mashina bor ekan. Buni ham yaqinlashtirib ko'rsataman nomerini. .30D 166 GB. Orqasidagi ham bor. Xullas kalom, kamera juda zo'r. Original. Hozir narx-navoni ham aytib o'taman bir qator. Endi hozir bitta o'zidan ham tasvir olib ko'rsataman. Primoy skachat qilib videoga ulab qo'yaman. Yaqqol sifatini ko'rishlik uchun. Buni joychasiga qaytarib qo'yamiz, eshikka qaratib qo'yamiz buni. Xo'p, narxiga o'tadigan bo'lsak agar, mana 360 gradusga aylanadigan 4 megapiksellik kamera, 4 karatlik optik zoomi bor. Taxminiy narxini aytaman. Aniq narxi hamma vaqt har xil bo'ladi uni. Har joyda har xil vaqtda albatta u o'zgaradi. 2, 3, 5 dollar, albatta 10 dollarga o'zgarishi bor. Shuning uchun taxminiy narxini aytaman. Mana 360 graduslik kamera 130 dollar atrofida sotiladi. Mana 4 megapiksellik gibrid, ovoz yozadigan, tunda chiroq yonadigan 4 megapiksellik Hikvision. Albatta e'tibor bering. Xitoy bilan unaqa aylanadigan nimalar bilan solishtirmang buni. Bular albatta qimmat. Hikvision 4 megapiksellik o'zi aytganim. Mana bu 45 dollar atrofida bo'ladi narxi. Undan tashqari uyning ichiga 8 ta kanallik Enver qo'yganmiz. U Enver qora Enver, unaqa sun'iy intellekti bor.
yaxshiroq 8 ta kanallik. Xo'p, uni narxi 65-70 dollar atrofida bo'ladi. Yana unga jostki disk qo'yilgan 1 terabaytlik jostki disk 110 dollar atrofida uni narxi va poya switch qo'yilgan, kameralar, internet va tok bilan ta'minlaydigan. U 15-20 dollar atrofida bo'ladi. Kerak bo'lsa, mana kimga kerak bo'lsa O'zbekiston bo'ylab nastroyka qilib taxlab yuboraman. Ustanovkani faqat o'zingiz qilishingiz mumkin. Mana Samarqand viloyati shahar ichida, sal uzoqroq bo'lsa ham kelishilgan holda borib ustanovka garantiyalar bilan cho'tki qilib beramiz. Pastda nomer bor, Telegram ham bor. Xo'p, keyingi videoda uchrashguncha xayr deb qolaman.